Yana bitta mani qo'ynimdan joy egallagan tonal krem. Bu Charlotte Tilbury'ni bu tonalkasi. To'g'ri, bu tonalka ozgina qimmatroq, lekin bu $65 turadi. Menga $75 turadi. No, ko'pchilik buni qimmat tonalka deydi. Men uchun bu normal, lekin menga buni effekti juda ham yoqadi. Bu ozgina plotnoyroq, qizlarjoylar. Quruq ham, yog'li ham ishlatsa bo'ladi. Buni bir o'zini ishlatsanglar bo'ladi, даже iselar bilan mix qilsanglar kun davomida 16 soat yuzda zo'r turib beradi. Shu darajada mo'shni stoyki tonalkalardan bittasi. Buni o'zi pudrasi, fiksatori bilan ishlataman. Ishlatgan kunimga aytishim mumkin, buni test qilganimda nerealni effektini ko'rganman. Shu uchun ikki rangini oldim. Chunki men bu och bilan ham birga mix qilib ishlataman. Idealni tushadi. Bir-birini teksturasi bir-biriga вообще idealni tushadi. И обязательно pudra bilan ishlatishga dahshat. Mana shu ikkita tonalka. Shikarniy, menga juda yoqadi. Shu uchun mana shu tonalkalarni o'zimga, bisotimga olib